Amerikada ketmas edim. Men ketmadim. Oldin bolalarim ketdi. Men qoldim. Hech ilojim bo'lmadi. Men bormayman deb turdim. Oilam janjal. Hamma ketib qoldi. Dunyo ana shunday charxu palak bo'lib qoldi. Qiyin bo'ldi yashash. Ilojim bo'lmadi. Shunday bo'lsa ham men ketgan bo'lsam baribir borib akademiyalar ochdim. O'zbek musiqasini butun dunyoda mashhur qilib, Amerikalarda Muhammad Shamayev, Ilyos Malayevlar bilan Tamara Katayeva, Roshir Lubinov bular shu yerdan-ku. Hammamiz ansambl yasab 16 shtatlarga borib konsert berdik. O'zbek maqomlarini ko'rsatib yurdik. Bu yaxshi bo'ldi. Lekin o'zim ham har zamon Amerikada kelib, O'zbekistonda kelib, borib kelayotgan bo'ldim. Bundan zarar qilganim yo'q, lekin O'zbekistonni men bizlar yomonlab ketganimiz yo'q, majbur bo'lib. Semyam ketgandan keyin, oilam ketgandan keyin majbur bo'lib, men hech kim qolmadi do'stlarim bilan ketdik. Lekin ketgan bo'lsam, men aytganman-ku, 20 marta keldim O'zbekistonda. O'zbekiston meni yurtim, kunni qorni to'kilgan joy-ku. Bir minutdan men o'zbek tilsiz yura olmayman. Amerikada 100 ming o'zbek bor. Hamma shtatlarga konsert berib, ularni hamma ishlariga qo'shilaman. Borib ansambllarni ko'rsatib, o'qitib, ashulalar aytib, hammalari meni taniydi.